ishlab chiqarish uchun xom ashyolar kerak bo'ladi. Optim joy shu ko'rib turgan bachoyingizni bitta o'rtasida bemalol yaxshigina daromad qilsangiz bo'ladi. Qaranglar, eng arzon joydan keladi. Olganingizdan keyin, xo'p, bu tomonda oyiga $3000 topadigan stanogimiz bo'ladi. 500 kilolikdan ikkita qozoni bo'ladi, 1 tonna. Soatiga qancha chiqaraman deganlarga 1 tonna bemalol chiqarsalang bo'ladi. Bu apparatimiz Xitoydan olib keladigan bo'lsangiz sizga $7000 atrofiga aylanadi. Lekin o'zimizdan oladigan bo'lsangiz $3000 ga qilib beriladi. Xo'p, nima chiqaradi deganlarga 10 xildan ortiq mahsulot qurilish uchun grutovka, lak, undan tashqari attachento, travertin, barcha turdagi narsalar bemalol chiqarsalang bo'ladi. Kraskacha chiqarsalang bo'ladi. Oilaviy foydalanaverasizlar, yengil holatda bo'ladi. Buni svet o'chib oladigan bo'lsa, bemalol mahsulotimizni chiqarishga, demak, to'klarigacha, akkumulyatorlargacha yetadigan yangi listanoyimiz bo'ladi. Qaranglar, bir dona knopka orqali tushirasiz, chiqarasiz. Oyiga $3000 topsangiz bo'ladi. Pastda nomerlar bor, 12 ta ularga dastlabki ustanovkalar bilan o'rgatib $3000 ichida biznesni yo'lga qo'yib beringlar.